Endilikda yuz nervi nevropatiyasi hamda yuz nerv falajligi bilan xastalangan bemorlar hamda qo'l-oyoqlardagi nervlarning shikastlanishi hisobiga qo'l-oyoqlarda harakatlar cheklanishi va qo'l-oyoqlardagi kuchsizlanish bilan xastalangan bemorlar hech qanday xavotirga o'rin yo'q. Chunki bu xastaliklarning yechimi bo'lgan zamonaviy tibbiy texnologiya allaqachon tibbiyotga kirib kelgan. Bu zamonaviy tibbiy texnologiya elektroneyromiostimulyatsiya, ya'ni NMG apparati hisoblanadi. Bu apparat nerv va mushaklar faoliyatini tekshiradigan hamda nerv va mushak faoliyatini stimulyatsiya qiladigan zamonaviy diagnostika va stimulyatsiya usuli hisoblanadi. Bu apparat yordamida shifokor nerv signallari qanchalik yaxshi o'tishini hamda mushak qanday faoliyat ko'rsatayotganini aniqlashi mumkin. Bu tekshiruv qo'l, oyoq yoki tananing boshqa qismlaridagi o'sish, og'riq, holsizlik, harakat cheklanishi hamda tortishish sabablarini aniqlashda juda katta ahamiyat kasb etadi. NMG orqali biz neyropatiya, radikulopatiya, polineyropatiya hamda miya yoki orqa miya nerv shikastlanishlarini erta bosqichlarda aniqlashimiz hamda davolashimiz mumkin. Eng muhimi, muolaja og'riqsiz, xavfsiz va juda ham qisqa vaqt ichida o'tkaziladi. Natijasi esa shifokorga to'g'ri tashxis qo'yish va kasallikni samarali va erta bosqichlarda davolash imkonini beradi. Endilikda siz bu zamonaviy tibbiy texnologiyani Jizzax reabilitatsiya markazidan topishingiz mumkin.